Hürmetlik vatandaşım, bugünkü leksiyamızı başlayımız. Leksiyada sizlere görüyoruz. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü leksiyadaki vaziyet ahvalı bir cümle söz. Amerika Qo'shma Shtatlari hükümeti Jungo'ga avvalida 7 ayning 6 kunida 34 milliard dollarlik import qilingan Jungo'dan kirgizilgan tovarlarga tamojna beji qo'yishni e'lon qilgandan keyin Kaynidildi 160 milyar dollarlık tamojna beji jadvaleri e'lon qildi degan xabar bugün keldi. Endilikse yana bugünkü xabarda Prezident Trump hükümeti Jungo'ga 200 milyar dollarlık tovar mallarga, Xitoyning mallariga tamojna beji qo'ydiganligin 10% tamojna beji qo'ydiganligin jakar. Bunun javoban Jungo'ning Savdo ministerligining bayonotchisi cho'chib ketdik, cho'chish his qildik. Demak, Jungo hukumati siz cho'chiydigan davr yetib keldi. Mavzumunda hurmatli vatandoshim. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Chavshan o'rtasida yana krizis paydo bo'ldi. Prezident Trump Jungo toshqinlik qilyotdi dedi. Mavzuli xabar 7 ayning 9-kuni Fanbetor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Prezident Trump bugun mundaq ko'rsatdi. Men ishonamanki, Chavshanning rahbari Kim Jong-un ikkimiz imzolagan yadrosizlashtirish kelishimiga amal qildi. Prezident Trump Twitter'da fikr qoldirib mundaq ko'rsatdi. Men ishonamanki, Kim Jong-un ikkimiz imzolagan yadrosizlashtirish kelishimiga amal qildi. Balki ikkimiz qo'l elishib ko'rishdik. Kim Jong-un buningga texmo amal qildi. Bu so'zni ta'kidlangani ikki nafar rahbarning, ya'ni Prezident Trumpning, ya'ni Kim Jong-unning xususiy munosabatiga e'tibor berganlikdir. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. Biz Chavshanni yadrosizlashtirish kelishimi imzoladik. Lekin amaliy ahvol shuki, biz ikkimiz imzo qo'ygan xitobnomada deyilgani Chavshan yarim orolarini yadrosizlashtirish. Biroq bu nisbatan mujmal bayon qilishdir. Bu bayonni har xil tushuntirishga bo'ladi. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. Jungo tarafning Amerika bilan Chavshan suhbatiga tutgan pozitsiyasi kishini gumonga soladi. Prezident bunday ko'rsatdi. Jungo Amerika o'rtasida savdo urush yuz berganlikdan Chavshan masalasida Jungo salbiy rol o'ynashi mumkin. Prezident Trump Twitter'da mundaq dedi. Yana bir tarafdan Jungo Amerikaning savdo maydoni tufayli biz tuzgan kelishimga, ya'ni Chavshan bilan Amerika tuzgan kelishimga salbiy bosim paydo qilishi mumkin. Lekin bundaq bo'lishni xohlamaymiz. Garchi men ishonsam, Kim Jong-un yadro qurollaridan voz kechish kuch chiqaradi desam, lekin Amerika bilan Chavshanning yarashish jarayoni krizis ichiga kirib qoldi. Prezident Trump da'vatida jumaga. Lekin Amerika bilan Chavshanning yarashish jarayoni krizis ichiga kirib qoldi. Shu vaqt Chavshan yadro armiyasini tezlik bilan qisqartimiz degan edi. Suhbat jarayoni Chavshan Kim Jong-un yadro armiyasini, ya'ni yadro qurollariga mas'ul armiyani tezlik bilan qisqartimiz degan edi. Yana bir xabar. Jungo Chavshan kartini o'ynashga boshladi. Chavshanni qayta ishlatdi. Mavzuli xabar 7 ayning 9-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Jungo o'rtasida savdo urushi boshlandi. Chavshan masalasi asta Jungoning Amerika bilan elishishida diplomatik qurolga aylandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Chavshanni ziyorat qilib natijaga erishalmagan ahvollarda Chavshan Amerikaning Chavshan yadro qurollari masalasida konkret bartaraf qilishlarini oshkor noroziligini ifodaladi.
Prezident Trump qattiq maydonni ifodaladi. Çavuşan yadro kuralları meselesi yani bir qatam dünyanın nazarini o'ziga tortdi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Jungoni 3 qatam ziyorat qilgan Kim Jong Un Jungo Çavuşanga bexatarlik jihatda kapolat qiladiganligini bildirdi deb ko'rsatdi. Jungo Amerika bilan savdo urushi qilayotgan jarayonda Çavuşan masalasini ishlatishi, Çavuşan masalasini qo'llanishi muqarrar edi. Yaponiya Çavuşan bilan xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Çavuşan izchil Amerikaning Çavuşan yadro qurollari masalasini bartaraf qilishni yakka holda talab qo'ydi deb og'rinib keldi. Kim Jong Un Jungoni 3 qatam ziyorat qilgandan keyin tahlilchilar mundaq hisobladi. Navbatda Kim Jong Un Jungo bilan hamkorlasha oladiganligiga mutlaq ishonadi. Jungo Amerika savdo urushi boshlangandan keyin savdo tijorat sohasida tuban o'rinda turib kelgan Jungo qo'lidagi Çavuşan kartaga texamo e'tibor berdi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Gerçi Çavuşan Amerika faoliyatlarida yomonlashish vaziyati o'ttirg'i chiqqan bo'lsa-mu, Çavuşan masalasi o'ttir mazgillik saylam payti yetib kelayotganda prezident Trump uchun yaxshi vaziyat hisoblanmaydi. Xabarning oxiri qamlashmay qoldi bir jumla. Prezident Trumpning yaratgan natijalari yalnız Çavuşan masalasi emas, balki Çavuşan masalasi 6 ayning 12 kuni suhbat elib keldimi? Suhbat ustiga elib keldimi? Bayonotga imzo qo'ydimi Kim Jong Un? Kelishimga imzo qo'ydimi? Shuning o'zi g'alba. Keyingi chekinishlar, o'qilishlar, boqilishlarning so'zini surishtirib kelsangiz bu Jungo o'ynayotgan o'yin desangiz, Jungo hozir xato o'yinni o'ynayotdi vatandoshlar. Jungo hozir xato yo'lga kirib qilib, ya keyniga yanolmay, ya oldiga mang'olmay, aşağı xatolikning mantaqasi bo'yicha xatolikni yana davomlashtiryapti. Çavuşan Amerika Jungo munosabatlari keyin qanday taraqqiy qildi? Biz davomli yo'ldoshlar bilan munosabatlashib turibmiz.